Bu galgi yangilik bilan Meros bambuk panellar mavzusida yangi sahifa ochishiga 100% ishonaman. Videoni oxirigacha ko'ring, yangiliklarni birma-bir tanishtirib o'taman. Birinchi yangiligimiz Dubsanoma Svetli va Dub Davas ko'rinishidagi yangi bambuk panellar assortimentimizga qo'shildi. Ikkinchi yangiligimiz Meros o'z mijozlarini talab va istaklarini inobatga olgan holda har bir bambuk panelni o'ziga mutanosib ravishda tushadigan bog'lagich, tugatgich, tashqi burchak, ichki burchak va mana shu ko'rinishdagi bejirim moldinglarni siz azizlar uchun olib keldi. Shu bilan birga assortimentimizga 5 mm taroqlar ham qo'shildi. Ularni 5 li panellar bilan bemalol kombinatsiya qilib foydalansangiz bo'ladi. Agar sizga ham ushbu yangiliklarimiz yoqqan bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring va biz sizga batafsil ma'lumot beramiz. Bu videoni sifatli va tez ta'min qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Qulay va yoqimli xaridlar uchun siz azizlarni Meros showroomida kutib qolamiz.